Andijon viloyatining qadimiy maskanlaridan biri bo'lgan Shahrixon shahri 19-asr boshlarida Qo'qon xoni Amir Umarxon davrida barpo etilgan. Aynan shu davrda Shahrixonsoy qazilib, uning qirg'og'ida yangi shahar shakllana boshlagan. Milodiy 1815-yilda Amir Umarxon farmoni bilan Shahrixonga rasmiy ravishda shahar maqomi berildi. Qisqa vaqt ichida savdo va hunarmandchilik markaziga aylandi. 1926-yil 29-sentyabrda Andijon okrugi tarkibida Shahrixon tumani tashkil etildi va hudud ma'muriy jihatdan yangi bosqichga ko'tarildi. Shahrixon qadimiy me'moriy obidalari bilan ham mashhur. Ilm-fan va san'at namoyandalari yetishib chiqqan maskan sifatida ham tanilgan. Shahrixon tumani barcha yo'nalishlarda faol rivojlanib bormoqda.